Assalomu alaykum aziz pul shaydolari. Hammaga xayrli kech bo'lganda peresatkalarimni boshladim. Bugun men ikkita noyob alokaziya oldim o'zimga va shuni holatlarini ko'rsataman va birgalikda sizlar bilan peresatka qilamiz. Hop, bu alokaziya Simpo Alba. Bu ozgina yo'lda nima bargini bandi uzun bo'lgani uchun yo'lda ozgina shunaqa mana egilib kelgan. Keyin ko'rib turganinglardek garshog'i ham kichkina o'ziga. Va o'shaning uchun bu hozir garshok o'simlikni poyasini tutib tura olmayapti. Buni sal kattaroq va o'zini tutib turadigan garshokka peresatka qilamiz. Bu Simpo alokaziya Simponi Alba variegat turi. Ko'rayotganinglardek bunda shunaqa variegatnilari bo'ladi. Va bu noyob sort, hozirgi kunda noyob sort hisoblanadi. Xo'p, endi buni birgalikda sizlar bilan peresatka qilib olamiz. Birinchi bo'lib ildizlarini ko'ramiz. Mana ildizlarning holati juda chiroyli. Chirigan ildizlari yo'q menimcha. Bitta kluben ham ko'rinib turibdi mana. Endi sekin tuprog'idan tozalaymiz. Chunki bu tuproq juda kam va alokaziyani suv bilan ta'minlashga yetmaydi. Bu tuproq transportirovka tuprog'i bo'lgani uchun o'zida ko'p namlikni ushlaydi. Keyinchalik bu tuproqda qoladigan bo'lsa, chirib qolishi mumkin, ko'p suv quyib yuborsak. Shuning uchun almashtiramiz va alokaziyani o'ziga yoqadigan gruntga o'tkazamiz. Qani ketdik. Mana Simpo Albani ildizlarini ham tozalab oldik. O'zi katta alokaziya bo'lishiga qaramasdan ildizlari kichkina, ildiz sistemasi kichkina bo'lar ekan. Endi buni o'ziga mos stakanchikka men mixga o'tkazishga qaror qildim, chunki buni ildizlari Regal'ga o'xshagan yo'g'on emas. Masalan, mana bu Regal Shiltsi ildizlari mana bunaqa yo'g'on, oppoq ildizlar beradi. Bu baquvvat ildizlar bo'ladi. Bularni bemalol masalan gruntga o'tkazsak ham tuprog'i qarshiligini yengib o'sib ketaveradi. Bunaqa ildizlar bemalol o'sish xususiyatiga ega bo'ladi. Bunga o'xshagan nozik ildizlar bo'lsa, ozgina gruntni yoki uni tarkibidagi lechuzani, og'irroq tuproqlarni qarshiligini yengish qiyin va ildiz tizimini yana ham yaxshiroq rivojlantirish uchun men mixga ekmoqchiman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hozir mana bu yerda mayda ildizlar rivojlanyapti. Pen qismidan, yuqori qismidan mayda ildizlar rivojlanyapti. Mana shu ildizlarni ham mixga sal ko'mib eksam, shu ildizlar ham ko'payadi va ildiz tizimi yana ham rivojlanib, keyin bemalol fitilni palivga o'tkazadigan darajaga keladi. Lekin hozir birdan buni gruntga ekib fitilga qo'ya olmayman. O'shaning uchun buni hozir mixga ekishga qaror qildim. Har doimgidek mixga zakritiy sistema qilib ekaman. Xo'p, men o'zimga yonimga ikki xil substrat olib kelib oldim. Sababi bu alokaziyani ildizini ochishimdan oldin qanaqa substratga ekishimni bilmayman. Faqat ochganimdan keyingina ma'lum bo'ladi. Agar uni ildizlari mustahkam, baquvvat, yo'g'on ildizlar bo'ladigan bo'lsa, men bemalol uni mineral toshlar, kokos chipsi, kokos torfi aralashgan gruntga ekishim mumkin. Lekin bunga o'xshagan ildizlari nozik, biroz kamroq va yangi ildizlar rivojlanayotgan ildiz sistemasi bo'lsa, unda men mixga ekaman. Mixda ozgina vaqt o'sadi, rivojlanadi va keyinchalik gruntga olishim mumkin. Hozir men mixga ekishga qaror qildim. Stakanni biroz kattarog'ini tanladim, chunki 3dan 1 qismi, 4dan 1 qismiga zakritiy sistema qilayotganimizda lechuzapon solamiz. Mana bu lechuzapon. Mana 4dan 1 qismiga lechuzapon soldim. Bu rezervuar vazifasini bajaradi. Fitildagi rezervuarga o'xshagan rezervuar vazifasini bajaradi. Suv aynan lechuzaponga quyiladi va lechuzapon orqali mixga ko'tariladi.
Xo'p, mo'xima tarkibini oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. Oddiy mo'x namlangan va qattiq siqilgan, suv tomchisi qolmagan va ozgina perlit bilan seramis qo'shib yuboraman. Mo'xqa ichida havo aylanishini ta'minlash uchun. Mabodo mo'xqa ko'proq sug'orib yuborgan taqdirimda ham, ko'proq suv quyib yuborgan taqdirimda ham seramis ortiqchasini shimib oladi va orasida perlit buni orasida havo aylanishini ta'minlaydi. Mo'x zichlashib qolmaydi suv ko'payib ketgan taqdirda ham. Shuning uchun perlit bilan seramis aralashtirib olaman. Endi zakritый sistemaga lechuza soldik. Tagiga ozgina mo'x solamiz. Mo'x qattiq zichlab olmaymiz. Zichlashib qolsa ham havo aylanishi qiyinlashadi. Mana ozgina miqdorda mo'x solib, endi alokaziyamizni joylashtiramiz sekin. Men ozgina kattaroq garshokka ekdim. Ko'rib turibsizlar. Garshok kattaroq. O'zi siqilib turishi kerak. Alokaziya ildizlari stakanda siqilib turishi kerak. Men kattaroq garshokda tanlaganimning sababi o'simlikning yuqori qismi juda uzun va o'zini tutishga qiynalyapti. Mo'xda ildizlar rivojlanib ketaveradi. Kattaroq garshokda bo'lsa ham, kattaroq stakanda bo'lsa ham ildizlar rivojlanib oladi mo'xda. Lekin torfda agar o'ziga katta bo'lgan stakanga ekib qo'ysanglar, ildizlar torfdagi suvni torta olmasdan torfda uzoq vaqt suv qolib ketishi, torfi uzoq vaqt nam turishi natijasida chirish paydo bo'ladi. Mo'xda unaqa emas. O'shaning uchun mo'xda sal kattaroq stakanchiklarga ham ekaman, lekin unaqa katta emas stakanchigimiz. To'g'ri, ildizlar siqilib turmayapti, lekin o'ziga loyiq stakan ekan. Mana stakanchikka ham mo'xga zakritya qilib eka oldik. Biroz katta bo'ldi. Zarari yo'q, chunki mo'xda unaqa suv to'planib qolib yoki nima desa bo'ladi, ortiqcha suv turib qolish holatlari kam bo'ladi. Ayniqsa zakritya sistemada suvni nazorat qilish osonroq. O'shaning uchun kattaroq stakanchik bo'lsa ham bo'ladi. E'tibor bersanglar, mana poyasini boyagi yangi ildizlar o'sib chiqayotgan qismigacha ko'mdim. Ko'p ko'mmadim. Ko'p ko'msa ham chirib qolishi mumkin. Torfda bu holat ko'proq kuzatiladi. Mo'xda lekin ko'rmaganman unaqa holatni. Mo'xda naprotiv sal ko'proq ko'msanglar, yuqorisida uyg'onishi mumkin bo'lgan ildiz nuqtalari, tochkalari uyg'onishi mumkin. Mana holati. Hozir bunga bitta opora qo'yamiz, prozrachniy palochka qo'yib, shunga boylab qo'yamiz va tepechkaga qo'yamiz. Xudo xolasa o'ziga kelib, bir haftada qaddini tiklab, chiroyli holatga keladi. Buni endi hozir chetga olib qo'yamiz. Bugungi ikkinchi perisadga qiladigan alokaziyamiz. Bu ham noyob sort. Alokaziya Black Velvet Pink hisoblanadi. Pink varigat. Oddiy sortini bilamiz, ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Black Velvet. Barglari barxitli bo'ladi. Yashil rangda bo'ladi. Bunisi o'sha sortda Pink varigat, ya'ni pushti varigatnisi hisoblanadi. Bu Xitoyda mana shu holatda keladi. Bu Xitoyga, Tailandga emas. Xitoyda mana shu ketirilgan teplechka qilingan holatda keladi. Va biz buni keyin stakanchikka, o'ziga mos stakanchikka o'tkazib olishimiz kerak. Hozir shu ishni sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Xo'p, ko'rib turibsizlar, stakani ham juda kichkina, o'zi ham kichkina. Noyob sort bo'lgani uchun kichkina holatlarda keladi. Kattasini olaman desa biroz qimmatroq bo'ladi. Holati juda chiroyli, mana barglari, varigatlari ham chiroyli. Defekti yo'q, hech qanaqa yaxshi holatda kelgan. Faqat mana bitta kichkina bargi, menimcha transportirovkani anaqasi. Nima deydi? Stress bo'lgan va tag'ayib qolibdi. Bunga tegmaymiz. Bu to o'zidagi bor ozuqani boshqa barglarga berib bo'lgandan keyin olib tashlasak bo'ladi. Hop, endi ildizlarni ko'ramiz birgalikda. Hop, mana ildizlari kichkina, nozik juda. Ochishim bilan klubin chiqdi. Mana chiroyli bo'lib, buni sekin ajratib olamiz. Mana. Endi tuprog'ini tushirib tashlaymiz. Bu tuproqda umuman uzoq qoldirib bo'lmaydi. Qoldirsa ildiz chirishi yoki qurishi, bilmasdan suvi kam berib qo'yamiz yoki esimizdan chiqib qoladi suv berish, yoki ko'p berib qo'yamiz. Bu tuproq unga moslashmagan. Bu faqat yo'l uchun mo'ljallangan tuproq hisoblanadi. O'shaning uchun o'ziga mos bo'lgan, bu yaxshi o'sa oladigan, o'zimizning sharoitda yaxshi o'sa oladigan substratga ekishimiz kerak. Menimcha bu gul uchun ham men mo'x tanlasam kerak. Sababi ildizlari juda nozik, ko'rib turganingizdek. Juda nozik ildizlar
va buni hozir agar torfga ekib qo'yadigan bo'lsam, rivojlanolmasdan chirib ketadi. Mana ham kam, ham nozik ildiz bo'lgani uchun buni mixga ekamiz. Yaxshilab rivojlantirib olib, ildizlarni ko'paytirib, keyin kluben qotgan ildizni ham yulib oldim. Kluben tugishni boshlagan ildiz ekan. Ildizlarni rivojlantirib, keyin sekin torfga fitilni poliv qilib o'tkazsak bo'ladi. Hech qachon alokaziyalarni ko'chirishdan oldin mana bu gruntga yoki mana bu substratga ekaman deb etib bo'lmaydi. Sababi ildiz sistemasini ko'rish kerak. Sog'lommi yoki ildizlari ko'pmi, kammi, shunga qarab biz substrat tanlashimiz kerak. Agar ildizlari kam, nozik bo'ladigan bo'lsa, mana ildizlar tepa qismidan ozgina chirishni boshlagan, to'kilib ketyapti. Ayrimlari chirigan ham. Shu ildizlari nozik, kam bo'ladigan bo'lsa, mixga ekish kerak, rivojlantirib olish uchun. Keyin xohlagan substratinglarga olib eksanglar bo'ladi ildizlar ko'payganidan keyin. Mana tozalab tashladim. Ayrim ildizlari chirigan ildizlari chiqdi. Ayrimlari chirimoqchi bo'lganlari o'zi uzilib tushdi. Faqat sog'lomlari qoldi. Bu alokaziyamiz ko'rayotgan bo'lsanglar, klubenidan rivojlanmagan. Bu klondan o'stirilgan. Agar klubendan rivojlangan bo'lganda, mashtida klubeni turgan bo'lardi. Bu klondan o'stirilgan alokaziya. Mana tayyor ildizlari, ko'p ham qiynamaymiz buni. Tushadigan ildizlar tushib ketdi, qoladiganlari qoldi. Ana endi buni ham zakritli sistema qilib mixga ekib olamiz. Hop, bunga kichkina stakan tanlayman. Kichikroq stakan tanlamasam, katta stakanda o'sguncha ildizlar chirib qolishi mumkin. Hop, hozir ko'ramiz. Hop, menda ikkita variant bor. Black velvet uchun. Bittasi 100 gramlik stakanchik, ikkinchisi 200 gramlik. Bu qattiq stakan. Bunga agar ekadigan bo'lsam, hozir biroz kattadek tuyulyapti menga. Sal kattaroqmi, yo mixga eksam rivojlanib ketadimi? Bunga ekadigan bo'lsam, mana bunga eksam tiqilib turar ekan. Bunda tez rivojlanadi ildizlar. Menimcha mana shu 100 gramlik stakanga ekkanim yaxshiroq. Keyin mana stakandan agar kimga kerak bo'lsa, oldingi videoimda ko'rsatganimda ko'pchilik so'rabdi, mana shu qattiq stakaningizdan bormi deb. U paytda yo'q edi, mana hozir bu 180 gram ekan, 200 emas, 180. Olib keldim, bor sotuvda. Kimga kerak bo'lsa, Telegramdan lichkamga yozsanglar, narxlari bilan tashlab beraman. Xo'p, buni ham bu kichkina stakanchikka ham ozgina tagiga lechuza solamiz, zakritli sistema qilish uchun. Mana endi miximizga ekib olamiz. Hop, stakanchikka ozgina mix solamiz. Mix sal ko'payib ketdi. O'zi stakanimiz kichikroq, ildizlarimiz tiqilib turadi. Mana endi ildizni bunda joylashtirmaymizda, yaxshisi mixga o'ray qolamiz ildizni. Atroflarini mix bilan o'rab chiqamiz. Shunda har bir joyiga ildiz oralarigacha mix kiradi. Namlik bilan yetarli ta'minlaydi. Ildiz bir-biriga yopishib qolmaydi, bir-biriga yopishsa chirish paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun yaxshisi o'rab chiqamiz. Mana oralariga mix kirg'izib o'rab chiqdim. O'radim. E'tibor bergan bo'lsanglar. Ildiz pastki qismini ham ozgina o'raymiz. Endi shuni stakanchigimizga joylashtiramiz. Mana joylashib oldi. Ildizlarga shikast bermasdan mixni sekin-sekin oralariga kirgizib joylashtirib chiqamiz. O'zi ildizi kamgina, unga ham shikast berib qo'ysak, bu gullar yashash ehtimoli kamayadi. O'zi juda nozik sort. Ushlashga ham qo'rqadi odam. Shu darajada nozikligidan. Ildizlarga shikast berib qo'yaman deb qo'rqaman juda ham. Hop, mana ustki qismi ozgina ochilib qoldi, shu yerga ham mix
qo'yib qo'yamiz. Shunda yuqori qismida rivojlanmoqchi bo'lgan ildizlari ham yaxshilab rivojlanishadi, chiroyli bo'ladi. O'zi boyiga 180 grammli stakanga o't ko'chirirsam, ekiversam bo'lar ekan. Ozgina kichkinalik qilyapti bu stakan. Mayli, biroz o'ziga kelguncha, stresslardan o'tguncha shunda turib turadi. Ildizlar rivojlanib olgandan keyin moxa bilan birga perivalka qilaman. Perisadka emas, perivalka qilaman. Unda stressga tushmaydi. Mana ochiq qolgan joylarini ham ustini yopib chiqdim. Gul yaxshi joylashdi. Закрытый sistema qildim. O'ziga loyiq stakan. Endi bu hozir bir yoq tarafda bo'lib turibdi barglari, mana bu yoq tarafda yo'q. Bir yoq tarafida bo'lib turibdi. Buni lampaga qo'yadigan bo'lsak, mana barglari lampaga qarab bundoq bo'lib ko'tarilib, chiroyli holatga keladi. Mana perisadkamiz ham tugadi. Endi natijalarni kutamiz. Keyin ildiz rivojlanganda yana video qilib natijasini ko'rsataman sizlarga. Sizlar bilan qiladigan yana bitta perisadkamiz bor ekan. Alokaziya venom. Shu venomni o'sha nima yo'l tuprog'idan olib, o'ziga mos bo'lgan substratga o'tkazishimiz kerak. Mana holati juda chiroyli. Barglariga o'ziga xos bo'lgan ranglar kirishni boshlagan. Endi buni ochib ko'ramiz birgalikda. Qanaqa holatda va qanaqa substratga ekanmiz, shuni aniqlaymiz. Bismillah. Oho, ildizlar juda go'zal. Ochishim bilan odamni xursand qilib, mana klubenlar ko'rinib turibdi. Klubendan faqat men xursand bo'lmasam kerak, hamma alokaziya shaydolari klubenni ko'rganda maza qilsa kerak. Mana venoma klubeni. Bundan oldin ikkita venom olgan edim. Hech qaysidan kluben chiqmagan edi. Lekin bunisida klubeni bor ekan. Demak, bunisi ozgina kattaroq. O'zi mana bu bargiga rang kirgandan ham bilsanglar bo'ladi, kattaroq venomligini. Mana yana bitta kluben. Biram mazza. Eng yoqimli jarayon shu bo'lsa kerak. Asta-sekin tuproqni ajratamiz, chunki ko'rasizlar, juda ildizlar nozik ildizlar. Ehtiyotkorlik bilan ajratmasak, ko'pini shikastlab qo'yamiz. Ildiz qancha ko'p shikastlansa, gul shuncha ko'p stressga tushadi, shuncha og'ir stressga tushadi. Shuning uchun asta-sekinlik bilan ajratib olamiz. Mana bu yerda yana bitta klubeni bor ekan. Mana. Men bugun boyman. Mana venoma klubenlari. 4 ta katta, 2 ta kichkina kluben chiqdi. Kimga venom klubenlari kerak bo'lsa, Telegramdan lichkamga yozsanglar, narxlari bilan qaysi klubenni olishingizni belgilab bersanglar, pochta orqali chiqarib yuboraman. Bu klubenlar sotiladi. Hop, buni idishga solib qo'yamiz. Hozir biroz suv quyib qo'yaman. Bu ildizlar unib chiqishni boshlaydi. Endi venomni o'zini stakanchikka ekib olamiz. Mana ildizlari yaxshi chiqdi, uzun, chiroyli, sog'lom ildizlar, hech qaysi chirimagan. Buni 200 ml stakanga ekib olamiz. Mana o'lchaganimda shu stakanga loyiq keldi va siqilib turdi. Buni qanaqa holatda qaysi substratga ekmoqchiman? Men proba uchun mana shu substratni tanladim, tajriba o'tkazmoqchiman. Bu substratda men ozgina kattaroq ekan, buni olib qo'yib turamiz. Shunga eksammikin deb o'ylab turman, lekin venoma ildizlari nozikka o'xshaydi. Qiynalib qolmasmikin? Mayli, tavakkal ekib ko'ramiz. Tavakkal qilmasak, bir nimani bilishimiz qiyin. Xo'p, bu gruntimiz ichiga kokos chipsi, perlit, seramis va lechuza aralashgan. To'p solmadim. Keyin natijani ko'ramiz sizlar bilan. Qanaqa rezultat berar ekan. Bir tanishimdan eshitgandim. Ildizlar juda yaxshi rivojlanadi deb. Shuni sinab ko'rmoqchiman. Hop, joylashtirib olamiz venomni. Mana ildizlarimiz joylashdi. Shu tegida ozgina ko'proq sug'orni kamaytiramiz. Mana. Endi ildizlarni joylashtirsak ham bo'ladi. Ayt. Mana endi yaxshi joylashdi. Endi sekin tayyorlagan gruntimizdan solamiz. Bu gruntda men ildizlarni o'sgan holatini ko'rdim, alokaziya ildizlarini. Juda ham chiroyli holatda o'sgan, oppoq, semiz bo'lib va shu gruntdan foydalanib ko'rgim keldi rosa.
O'shaning uchun shu gruntni tayyorladim. Boya sizlar bilan пересадка qilganimiz Black Velvet Pink, keyin yana Simple Alba. Ozgina ildizlari nozik, o'zi ham kaprizli bo'lgani uchun unda tajriba o'tkazgim kelmadi. Noyob sortlar bo'lgani uchun. Venom deyarli o'zimizniki bo'lib qoldi. O'shaning uchun tajribani Venomda o'tkazib ko'rmoqchiman. Qani nima bo'larkan? Ildizlarni iloji boricha substrat ichki qismiga kirgizamiz. Hop, mana ildizlarni joylashtirdik. Endi bo'shliqlarni to'ldirib chiqamiz. Пересадкаdan keyin birinchi sug'orish jarayonini ham ko'rsataman. Xudo xohlasa. Ulgursam. Mana. Venom ham joylashib oldi. Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. Venomga gruntimiz yoqsin. Mana bularda ozgina bo'shliqlar qolgan. Shularni mineral toshlar bilan to'ldirib qo'yamiz. Chunki bu yerda kokos chipsi katta fraksiyada bo'lgani uchun gruntimiz orasida havo bo'shliqlari yaxshigina qoladi. Afzalligi, gruntning afzalligi ham shunda. Havo bo'shlig'i ko'p bo'lsa, ildizlar juda ham yaxshi rivojlanadi. Endi ko'p degani hamma yoq bo'shliq emas. Katta qolgan bo'shliqlarni baribir to'ldirishimiz kerak. Mana tayyor. Venomni ham пересадка qilib oldik.